O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimovning Oliy Majlis palatalarining 2010-yil 12-noyabrda bo'lib o'tgan qo'shma majlisidagi mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish konsepsiyasi mavzusida bayon qilingan qonunchilik tashabbuslariga muvofiq tayyorlangan O'zbekiston Konstitutsiyasining ayrim moddalariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini ko'rib chiqish kun tartibining asosiy masalasi bo'ldi. Mazkur hujjat davlat hokimiyati va boshqaruvini yanada demokratlashtirishga, davlat hokimiyatining 3 ta subyekti, davlat boshlig'i, prezident, qonun chiqaruvchi va ijro etuvchi hokimiyatlar o'rtasidagi vakolatlarning yanada mutanosib taqsimlanishini ta'minlashga, shuningdek, sotsial-iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy islohotlarni amalga oshirishda, mamlakatni yangilash va modernizatsiya qilishda siyosiy partiyalarning roli hamda ta'sirini kuchaytirishga qaratilgan. Quyi palataning yalpi majlisida ko'rib chiqilishidan oldin qonun loyihasi siyosiy partiyalar fraksiyalari va O'zbekiston ekologik harakatidan saylangan deputatlar guruhi majlislarida, Qonunchilik palatasining qo'mitalarida faollik bilan keng muhokama qilindi. Mazkur muhokamalar vaqtida deputatlar davlatimiz rahbarining qonunchilik tashabbuslarini to'la-to'kis quvvatlab, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilayotgan tuzatishlar o'z vaqtida bo'layotganligini va muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidladilar. Qonun loyihasining muhokamasi mamlakatimiz ommaviy axborot vositalarida va Oliy Majlis Qonunchilik palatasining internetdagi saytida keng yoritib borildi. Loyihaning Qonunchilik palatasi majlisidagi moddama-modda muhokamasi jarayonida barcha siyosiy partiyalar, fraksiyalari va O'zbekiston ekologik harakatidan saylangan deputatlar guruhi vakillari o'z munosabatlarini bildirdilar. Konstitutsiyaning 98-moddasiga kiritilayotgan o'zgarishlarning tub mazmun mohiyati shundan iboratki, endilikda bosh vazir nomzodi Qonunchilik palatasiga bo'lib o'tgan saylovlarda eng ko'p deputatlik o'rinlarini olgan siyosiy partiya tomonidan prezidentga taklif etiladi yoki teng miqdordagi eng ko'p deputatlik o'rinlarini qo'lga kiritgan bir necha siyosiy partiyalar tomonidan prezidentga taklif etiladi. Shu bilan birga parlament tomonidan bosh vazirga nisbatan ishonchsizlik votumi bildirish huquqi joriy etilmoqda. Yurtboshimiz tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiyani hamda konstitutsiyamizga kiritilayotgan bugungi o'zgartirish va qo'shimchalarni amalga tatbiq etilishida milliy parlamentimiz va siyosiy partiyalar fraksiyalari bilan bir qatorda O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari oldiga ham muhim vazifalarni qo'yadi. Ya'ni O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi a'zolari tomonidan o'zlarining parlamentdagi, fraksiyadagi hamda qo'mitalardagi faoliyatlarida mahalliy kengashlardagi deputatlik partiya guruhlari bilan parlament nazorati va partiya faoliyatlarini olib borishdagi o'zlarining ish uslublarini, parlament nazoratini amalga oshirishdagi shakllarni tubdan o'zgartirishliklarini talab etiladi. Deputatlar asosiy qonunga hukumatni shakllantirishning yangi tartibi kiritilishi siyosiy partiyalarning mas'uliyatini, jamiyat hayotidagi roli va ahamiyatini yanada oshirishini ta'kidladilar. Bosh vazirga ishonchsizlik votumi bildirish ham aynan mana shu konstitutsiyamizning normasida belgilab qo'yilmoqda. Bu parlament tomonidan bosh vazir faoliyatini nazorat qilish instituti ham yaratilmoqda. Chunki agarda bosh vazirga Qonunchilik palatasini 3 dan bir qismi deputatlardan tarkibidan iborat agarda ishonchsizlik votumini qabul qiladigan bo'lsa, demak bosh vazir hamda butun hukumat iste'fo berishi kerak. Bu ham qaysidir ma'noda bosh vazirni, hukumatni, ijroiy hokimiyatini faoliyati ustidan qattiq parlament nazoratini o'rnatishga imkoniyat yaratadi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari Konstitutsiyamizning 78-moddasi 1-qismining 15-bandiga kiritilayotgan o'zgartirishlarga alohida e'tibor qaratmoqdalar. Bu o'zgartirish va qo'shimchalarga muvofiq O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri mamlakatning eng muhim ijtimoiy, iqtisodiy, sotsial-iqtisodiy masalalar yuzasidan palatalar oldida hisobotini eshitish masalasi kiritilmoqda. Adolat sotsial-demokratik partiyasi fraksiyasi a'zolari mamlakatimiz konstitutsiyasiga kiritilayotgan tuzatishlar ijro etuvchi hokimiyat o'z faoliyatini tashkil etish borasidagi huquqlarini, ta'sirchanligini sezilarli darajada kengaytirishini ta'kidladilar. Bularning hammasi avvalambor mana shu parlament a'zolarini, siyosiy partiyalarni, demak, vakolatlarini kengaytirish barobarida ularning mas'uliyatini ham oshirishga. Bundan tashqari, eng muhimi xalqimizning mana shu jarayonlarda ishtirokini ta'minlashga qaratilgan.
bugungi kunda O'zbekiston Adolat sotsial demokratik partiyasi, uning fraksiyasi hamda faollar tomonidan joylarda mana shu komissiyamizga kiritilgan qo'shma o'zgartishlarni aholiga yetkazish choralari ko'rilmoqda. Deputatlarning fikriga ko'ra, O'zbekiston Respublikasining mustaqillik yillarida erishgan yutuqlari, demokratik islohotlar aniq maqsadga qaratilgan holda va bosqichma-bosqich o'tkazilayotganligi, jamiyat hayotining barcha sohalari erkinlashtirilayotganligi bunday o'zgartish va qo'shimchalar kiritish imkonini berdi. Konstitutsiyaga kiritilayotgan yangi huquqiy normalar Oliy Majlisning har ikkala palatasidagi fuqarolik jamiyat institutlari bilan ishlash shakllari va uslublarini yanada takomillashtirishni talab qiladi. Shu munosabat bilan parlament nazoratining deputatlik guruh so'rovi joylarda sotsial-iqtisodiy hamda ekologik sohadagi ishlarning holati bo'yicha ijro etuvchi organlar rahbarlarini eshitish kabi shakllardan yanada samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur qonun qabul qilinishi atrof muhit muhofazasi masalasida qabul qilingan qonunlar va davlat miqyosidagi boshqa qarorlar ijrosini ta'minlash hamda bu sohadagi qonunchilikni rivojlantirish va takomillashtirish, qabul qilingan qonunlarni ijro etishda markaz va joylarda davlat organlari va boshqa tuzilmalar mas'uliyatini oshirishda jamoatchilikning, fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini ham ishtiroki, ham nazoratdan foydalanishga ham keng yo'l ochadi. Deputatlar okruglarda saylovchilar bilan olib boriladigan ishni tubdan yaxshilash, ularning fikr mulohazalarini parlament faoliyatida yanada kengroq inobatga olish, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga kiritilayotgan o'zgartish va qo'shimchalarning mazmun mohiyatini mamlakatning barcha fuqarolariga yetkazish zarurligini ta'kidladilar. Majlisda hujjat batafsil muhokama qilinishi jarayonida bildirilgan fikr mulohazalarni hisobga olgan holda Qonunchilik palatasi O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ayrim moddalariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni qabul qildi. Majlisda bir qator boshqa qonun loyihalari, jumladan qonun hujjatlarini bir xillashtirish va xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatini nazorat qilish jarayonida qulay shart-sharoitlarni yaratish maqsadida ishlab chiqilgan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi ham ko'rib chiqildi. Tadbirkorlik faoliyati erkinliklarining kafolatlari to'g'risidagi qonunga va boshqa bir qator qonunlarga tuzatishlar kiritildi. Ular ham ko'rib chiqish uchun Oliy Majlis Senatiga yuboriladigan bo'ldi.